AQSh Erondan so'ng Kubaga qarshi harbiy operatsiya boshlashi kutilmoqda. Bu haqda The Atlantic nashrining prezident ma'muriyatidagi manbasi xabar bergan. Prezident Donald Trampning navbatdagi maqsadi Kuba ekani ta'kidlangan. Manbaga ko'ra, Tramp o'zini boshqa AQSh prezidentlari faqat yaqinlasha olgan ishni yakunlashga jasorati yetgan ilk davlat rahbari sifatida ko'rmoqda. Trampning fikricha, u qilayotgan o'zgarishlar o'zidan qoldiradigan merosni sobiq prezidentlar Ronald Reagan, Jimmy Carter va Richard Nixonnikidan ham yuqoriroqqa ko'tarishi mumkin. Avvalroq Tramp AQSh Kubani do'stona bosib olishi mumkinligini aytgandi. Keyinroq Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canel uning mamlakati himoyalanishga tayyorligini aytib chiqdi. Eslatib o'tamiz, AQSh 28 fevral kuni Eronga qarshi harbiy operatsiya boshlaganini e'lon qildi. Tramp bu operatsiya 4 hafta davom etishi mumkinligini qayd etgan.